Assalomu alaykum, hurmatli chorva boqadigan akalarimiz. Dekabr oyi mana kech bo'lishiga qaramay, Surxondaryo viloyati Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Denov terimizga yuklarimiz ketyapti mana, xudo xolasa. Bugun 25 dekabr 2025, 28 deganim, 28 dekabr 2025-yil. Yangi yil avvalo hammaga barakali yil bo'lib kelsin. 2026-yil. Surxondaryo viloyatiga mana yuklarimiz, shu chorva boqayotgan akalarimiz va'daga anaqa nima deydi, va'da berganmiz. Yangi yilgacha dastavka qilib beramiz, xudo xolasa. Surxondaryoga deganmiz. Surxondaryo viloyatiga yuklanyapti. Kimga shunaqa drabilgalar zaril bo'lsa, telefon qilaverasizlar, dastavka qilib, uylaringizga dastavka qilib yetkazib beramiz. Ishlatib, o'rnatib ko'rsatib beramiz. Nomerlar 33 983 94 94, 33 943 94 94. Shopraga qayerga ketyapsiz? Surxondaryoga. Xudo xolasa qachonga yetib borasiz endi aka? Indinga? Uy hozir yurasiz-a? Soatimiz 18:35. Bolalar ishlashyapti mana. Napanni shopir. Ikkita shopirchi ketyapti. Vodiydan 40B 238 PB. Kimga zarur bo'lsa zakaz qilaverasizlar. Drabilkalar 5 xil 6 xilda drabilkalar chiqyapti. Nahlari ham hamyon bob, cho'ntay bob. Dastavkalarimiz butun O'zbekiston bo'ylab bepul dastavka qilib, uylariga dastavka qilib yetkazib beramiz. Ishlatib ko'rsatib beramiz. Uylarigacha borgandan keyingina pulini keyingina to'lanadi. Oldindan to'la olmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi yilda keyingi yil, yangi yil 2026-yilda chorva boqayotgan akalarimiz chorvalari 10 barobarga ko'payaversin. Mustang drabilkalari xizmatlarini qilaversin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.